Hormanglar ustakalar. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Aka. Ha shu rahmat balasinalaringizga qiziqib hamma ishqiboz bo'lyapti. Shuning uchun aka bu xom hali qilinmagan nimasi, tayyorlab qo'ygan apparatchasini mana bo'lgan joylarni bemalol olib, mana kachestvasi, naleva направasi, o'sha qiyshiq joyi bormi, boshqa hamma joyiga kachestvasi bor. 100% mana foni patlazi, mana bunaqangi o'yinlarimiz bor. Qo'yib asli, короче, nimaiki borki texnologiya hammasidan foydalanyapti. Mana bemalol ko'rsatavering. ichlariga armatura qo'yilar ekan-a? Karkas to'qiladi. Karkas, ha. Karkas to'qilib, Alloh ziyoda qilsin, malades. O'sha biz videoda ko'rganchalik silliqligi zo'r ekan, yaxshi ekan, xudo xolasa. Aka mana bu to'yimiz. Bu nima bu? Gul to'yimi bu? Bunga gullik keladi aka. Tashalganda mana bardan shu nami chiqitadi. Spesialni teshib qo'yilgan ekan buni. Teshiklarni qo'yilgan. Yaxshi. Montaj qilingan Aha. Xohlasa bitgan. Xudo ziyoda qilsin. Qo'llaring gul ekan, yaxshi. Bu qolipdan chiqqan holati. Ha. Bugun chiqaribsiz shekilli-ga buni. 1 soat oldin chiqardik. Mana hali musirni ham yig'ishtirganimiz yo'q turibdi. 1 soat oldin chiqqan. Yaxshi. Chiqishlari yaxshi tekis ekan. Mana bu yerga soqqalari urinadi. Keyin savollar bo'lyapti YouTube kanalimizda. Akmal Mo'ydinov 86 kanalimiz bor. Menga hali bezovta qilib telefon qilib yotishmasin. Bitta stoykamiz 300 ming so'm tepasi soqqasi bilan. Buni 1 2 3 4 5 tasi 1 metr bo'ladi. 1 metri 650 ming so'mdan. Ko'pchilik hali bekorchilikdan telefon qilib qo'yapti aka, noto'g'ri tushunishmasin. Undan kamiga iloji yo'q. Biz hali aytganimdek, urvenimizga, ishimiz kachestvasiga bemalol javob bera olamiz. Yaxshi xudo xolasa. Umrimiz yetsa 5 yil, 10 yil buni albatta channa boshqa bo'lib ketsa, kelib qilib berishgacha qurbimiz yetadi. Malades. Hech kim hozir 5 yil, 10 yilga garantiya bera olmaydi hech narsaga. Avvalo Xudo umrimiz yetsa. Inshaalloh. Ammo ishlaringiz вообще tekis ekan, o'sha aytganlarida telefon qilishlari mumkin. Ko'pchilikda tillarda doston bo'lyapsiz, xudo xolasa. 33 kodi bilan 508 86 86 ga aloqaga chiqishlari mumkin. Instagramimizda balyasina 86 86